Hamma muammolarni ham dori bilan hal qilib bo'lmaydi. Boshim og'riyapti, har kuni tursam charchoq, shishib ketyapman, qonim quyilganmi bilmayman, shunaqa og'ir boshim xum bo'ladi deb kelishadi doim. Agressivniy holatda, ayniqsa bu holat fasl almashganda bo'ladi. Shu mitti tabibchamiz bilan Allohning mo'jizasi bilan tepadagi yetgan barcha muammolarimizni hal qilsa bo'ladi. Bu mitti tabibchamiz tilani tishlaganida boshida biroz og'riq bo'ladi. Keyin o'zidan ibuprofen chiqarib og'riq qoldiradi. Ana undan keyin 3 ta tishi orqali sizni qoningizni so'rib, o'zidagi 27 xil fermentini kirgizadi va 3 xil girudinini kirgizib, o'zini shifosini ulashib, boshini ko'taradi. Marhabo opa, shu o'rtada menga savol keldi. Buni ham etap olinadimi? Yo'q, bu etap qilinmaydi. Oldimga kelganinglarda nima shikoyatinglarga qarab qo'yiladigan tochkalarga qo'yamiz. Agar sizlarni ham shunaqa muammolar qiynayotgan bo'lsa, qabulimga yozilib kelishinglar mumkin.